Biz Namangandagi eng katta qushlar oilasiga kelganmiz, Kakadu farmga. Bu yerda tut qushlarini eng mayda turidan boshlab eng katta yirik aralargacha bor. Video davomida hammasini ko'rsatamiz. Mana bu Kakadu farmning showroomi, ya'ni sotuv bo'limi. Mana shu ko'rganingizdek qushlar hammasi sotiladi. Video davomida batafsil hammasini ko'rsatib o'tamiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, xonadonlari har kuni ishlaydi. Kelib, ko'rib, tomosha qilib olib ketishlari mumkin. Yana qushlarga qafaslar, aksessuarlar, hamma narsa mavjud. Kelasiz, tanlaysiz, ularga mana bunaqa qafaslar, hammasini komplet qilib berishadi, olib boqishni boshlashingiz mumkin. Qush biznesi chorvalarning ichida eng zo'r biznes. Tut qushlari eng noyoblari. Mana qushni qaranglar, bunaqasi internetda ham ko'rmaysizlar. Shu valnistilari yangi turlari kelgan, black face'lar, double black'lar kelgan, babushkalarda har xil turlaridan kelgan, texaslar kelgan, babushkasi, gladkisi, andurkasi kelgan. Bu yerda qushlar juda ham ko'p. Mana bu yerda mana gullalarga juda chiroyli qafas, gnizdolari bilan juda chiroyli sharoitda qo'yishdi, mashalloh. Tuxum ham qo'yibdi. Mana. Tuxum ham qo'yib qo'yibdi. Texas babushkalar, qora qanot babushkalar, double black'larda mana go'zallari bu yerda. Double black'larda go'zallar. Shu double black'lardan biz ham oldik. Qora qanotlari, go'zallari kelgan. Mana bunaqa go'zal turlari bor mana. Black face'larda faqat chiroylilari kelgan. Babushkalar, bu qushlarni biz bu paytlar Instagramda, internetda ko'rardik. Mana o'zimiz ham olib boqish nasib qildi. Qushlar turlari juda ham ko'p. Bu yerda mana risovkalarda har xil ranglari bor ekan. Prirodniy, mana bunaqa chafinli svitlari, oq svitlari, juda ham noyob turlari, hammasi kelgan prirodnoylar. Qushlar rosa kuchga to'lib ishlaydigan holatda turibdi. Olasiz, chiroyli sharoit qidirasiz, o'zi daromga kiraverasiz. Bu yerda Texasning gladkilari kelgan ekan, juda noyob turlari. Bular hali O'zbekistonda faqat shularda bor. Hattoki chet davlatlarda ham buncha asortiment kam. Meni e'tiborimni tortgan narsa mana bu qush bo'ldi. Bu arab juda go'zal ekan bu, mashalloh. Mashalloh, ko'z tegmasin, shunaqa qushlardan boqish nasib qilsin. Juda ham go'zal. Bitta like bosib qo'ying mana shu qushga. Bu o'ta noyob. Bundan yo'q O'zbekistonda, men ko'rmaganman doim. Kafelni svitlari, risovkalari, kafelni svitlari. Bu yerda raduzniy babushkalar, spingle babushkalar. Bu yerda o'zlari ko'paytirayotgan turlari ham bor ekan. Black face'lar, mramornilar, har xillari ichkarida ham ko'paytirayotganlari bor ekan. Bu yerda mana bunaqa noyob turli andurka texaslar ham bor ekan. Juda go'zal. Juda ham chiroyli turlari. Ko'rib faqat qiziqasiz, boqingiz keladi xolos. Mashalloh, kestiginasin. Qora qanotlari ham juda go'zallari bor ekan. Hozir katta qushlarni ham bir ko'rsatib obzor qilamiz. Bu yerda asosan shu hozir trendda turgan double black face, babushka, qora qanot shunaqa turlari, eng zo'r turlari.